Bugun sizlar bilan bolaligimizdagi eng sehrli tortlardan biri Matilda tortini PP variantini tayyorlab ko'ramiz. Hajmi kichkina bo'lganligi uchun mayli tort emas, semirtirmaydigan pirojni deb ham atasak bo'ladi. Ko'rish uchun bitta banan hamda bitta tuxumni yaxshilab ezib, ikkalasini birgalikda qovushtirib olamiz. Ikkala massa yaxshilab aralashgach, ustidan kakao, qabartma tuzi hamda topinambur, ya'ni shakar o'rnini bosuvchini qo'shib, shokolad rangiga kirguncha yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Barcha masalliqlar bir-biri bilan qovushgach, shokoladli massamizni maxsus qolipga qo'yib, mikroto'lqinli pechga atigi 5 daqiqaga yuboramiz. Un hamda shakarsiz vitaminga boy korjimiz pishgancha shokolad ta'mli kremimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun shokoladga pista yog'ini qo'shib, suv bug'da eritib olamiz. Oqsil vitaminga boy yunon yogurtidan qo'shib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Aynan mana shu krem xossasi sizni kayfiyatingizni ko'tarishga ko'taradi-yu, lekin aniq semirtirmaydi. Mayin ta'mga ega bo'lgan glyutensiz korjimiz tayyor bo'ldi. Endi uni sovutishga qo'yib, bo'laklarga ajratib olamiz. Kesma holatdagi ko'rinishiga bir e'tibor bering, haqiqiy biskvitning o'zi. Shu payt korj shunchalik yumshoq, shunchalik havodor bo'lib chiqdiki, Matildaning shokoladli tortidan uni ajratib bo'lmaydi. Ana endi korjimizni propitka qilib, mayin shokolad ta'mli kremimizni krem korj qilib, tortimizni yasab olamiz. Har bir qavati kremi bilan to'yingacha 1 soatga bo'lsa ham muzlatgichga stabilizatsiyaga yuboramiz. Sovutgichdan chiqqan tortimizning ustiga shokolad yoki kokos qirindisidan sepib, kechasi soat 12 da ham yesangiz bo'ladi, chunki aniq bilaman, bu tort sizning sog'lig'ingizga umuman zarar yetkazmaydi. Agar siz ham yengil sog'lom ozishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling.